Assalomu alaykum do'stlar, barchaga xayrli kech. Hammalaringizga omad tilagan holda ekranlar qarshisida g'oyibona yana men do'stlar. Bugun balansimizda 30 ming rubl o'ynayman men o'zimni sevimli o'yinim Scratch karta. Bu vaqtda sizlar YouTube kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, kommentariy qoldirishda davom etinglar do'stlar. O'ynayotgan proyektim Debet. Bugun qani birinchi marta o'ynab ko'raman. Yangilik qilmoqchiman. Boshqa 8-8lar ham, win-winlar ham, boshqalari ham o'zi menga pashol deyishni boshladi. Umuman zanosi yo'q. Faqat yutkazishdan boshqa narsaga yaramay qoldi akkauntlarim. Shuning uchun mana bu yangi akkaunt ochdim. Qani ko'ramiz. X4 hozircha bu ham bir tuzukroq zanos ko'rsatgani yo'q. O'ylaymanki minusga tiqib qo'ymaydi. Registratsiyaga o'tish uchun silkani kommentariyada qoldiraman. Registratsiyaga o'tayotgan vaqtinglarda Akula Debet promokodlari bilan kirib 100% bonuslarga ega bo'lishlaring mumkin. Hamda agar pullaring tushmay qolsa, Telegram kanallarim ham manzillari qoladi. Bemalol o'tib murojaat qilishlaring mumkin. Albatta qo'ldan kelgancha yordam qilaman. Keyin yana bolalar pul kiritishda, pul chiqarishda yana muammo bo'lib qoldi. Kimda kim kripto koshelokni bilsa, kripto koshelokdan foydalanayotgan bo'lsa, sizlarga yaxshi maslahatim, akkauntinglar yangimi? Birinchi o'rinda akkauntga kartadan pul qo'yishdan oldin kripto koshelokdan pul qo'yib olishlarini maslahat qilaman. Keyin kartadan bemalol foydalanishlaring mumkin. Mabodo manaqangi aylanib ketayini pul chiqara olmaydigan joylarida pul chiqarmasdan mazgingiz zibat qiladigan paytda bemalol kripto koshelokka 5 minut ichida pulni chiqaraverasiz. Kripto koshelokni o'rganaman deganlarga esa meni xizmatim pullik o'rgatish xizmatim. Shuning uchun iloji boricha YouTube'lardan topib instruksiyalarni o'rganib olishlaring mumkin. Mana o'rganganlar o'zlari aytvordi, opa, xizmatingiz halol bo'lsin deb. Sutkalab o'rgataman vaqti kelsa adashib qolmasin deb har tochka virguligacha skrinshotda o'rgatib boraman. Bu majburiy emas. Endi prosta men sizlarga maslahat beryapmanki, mana yutgan pullaringlarni enasini tiqib yuborgandan ko'ra birinchi o'rinda kripto koshelokdan pul kiritib olsanglar juda ham yaxshi bo'ladi. Bemalol keyin pul chiqarishda qiynalmaysizlar ham, asabiylar ham buzilmaydi. Keyin kripto kartadan pulni qo'yib bemalol kartaga chiqarsa kartadan chiqarib yuraverasizlar. Aylanib ketayina, u berishni ko'ringlarda, yangi akkaunt baribir boshqada. Yangi akkaunt baribir boshqa. Hozircha o'rgilib ketayina. 80 mingni yoqamiz, to'xtatamiz. O'zi hozir normalni 2 barobarga ko'tardim. Hozir bitta mana shu 6 mingga 1000 rubldan o'ynaylikchi. Yo'q, hozir ishdimi? Yo'q. Monetalar chiqib bersa ham bo'lardi. Taksindolar, durbinlar o'ralashyapti. Durbinlar chiqasa hamma. Tak, X6 yana X4 bunaqa zanosni berib tursa qayoqqa chiqib ketasan? Katta xolayinga chiqib ketasan, o'ynayverasan. Beraver, bergan xudoga yoqibdi degandek. Davay, endi yana bitta durbin ochib bersang, juda ham zo'r ish bo'lardi. Do'stlar, Telegram kanalim manzilini qoldiraman. Mana bu Liga Chempionlar finaliga hamda La Liga nimalariga katta rozigrish uyushtiraman. Bemalol podpiska bo'lib olib, yangiliklardan xabardor bo'lib turishingiz mumkin. Har kuni yakkalik stavkalar qo'yilib boriladi. Voy, bilin qo'ysam bo'lmasmidi maraz. Yakkalik stavkalarimiz ekspressga uncha qiziqmayman, chunki bitta sabitga уже pishiradi-da, asabingizni buzadi. Shuning uchun yakkalik stavkalar berib boraman har kuni. Yo'q yana, bilin. Juda yaxshi chiroyli ko'taruvding. To'xtasang o'larmiding? Davay pushkalari yo'q. Bitta korablik och endi. Yo'q.
bitta yana qaychilar chiq tamom. To'xtayman. Yo'q yana. Sunduqlar. Yo'q yana. Voy cho'rtirasa mana shu nima olish 500 ga tushib kelaylikchi. Qaychilar chiqib berganda zo'r bo'lardi yana. Yo'q yana ishtimi? Yana ishtimi yo'q. Biling 70 mingga ko'taruvding ha o'la. Nafsingga kuydirgi chiqsin, nafsingga Ayshaniki seni. Tak yo'q. Hozir 2000 ga ko'taraman stavkani. Nima bo'lsa bo'ldi xullas. Ben 1-2 ming ruble o'ynab kiraychi. Men bilmayman, bitta korablik ochasanmi, durbin ochasanmi, yo X15 ochib bersang ham mayli, yetadi menga chiqib ketaveraman. Tak, 1000 rubledan o'sha ishtimay bermayapti. Ketdi mana. Ochko'zlik bu boshlandi. Ayshaniki ham yo'q, mana ko'ringlar 2000 dan. Skrichkart uyg'on bile, on qaranglar. Faqat yakirlar. Voy balin, ochsam bo'lmasin shu qaychini. Chort. Nafsingga it ko'tida ko'ryapsizlarmi qanaqamanda bolalar. Sizlarga gapiraman, nafsinglar tiyinglar deb. O'zim vahshe sizlardan ham battarman. Och endi iltimos. Yo'q. Qaytarib oldim xullas. 74 mingga chiqqandim, o'zi kakras 74 mingni qaytardim. Davay monetalar yo'q. Yo'q. Nima qilsam 100 mingga ko'taraymi? X8 yana. Shu 6 mingda o'ynayman, to'xtayman bo'ldi. 70 minggacha chiq yana. Maraz. Bitta durbin ochib olgan. Sunduqlar yo'q. Sunduqlar. Yakar. Bu yana ishtimi? Joning chiqir. Otsang o'lasanmi? 20 larni qo'ysang bo'lardi. Voy bani. Xullas bolalar, mana shu yerda to'xtayman. Men o'zi 30 mingdan juda ham yaxshi, 40 ming foyda qildim. Ochko'zni qilsam hozir dal shu o'ynasam bitkizib yuboraman. Hammalarga omad tilayman. Olli oldirmanglar, tayda qoldirmanglar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha hammalarga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deb qolaman. Telegram kanallarimizga ulanib olib, rozыгрышlarimiz yaqinda boshlanadi. Bemalol qatnashishlaring mumkin do'stlar. Ko'rishguncha xayr do'stlar.